Nafasingiz qisadimi? Sizda bronxial astmami? Hozir bemorni 5 minutda nafas qisishini ochib beramiz. Bemor nafas qisish bilan keldi. Hozir qisqacha o'zining shikoyatlarini aytib beradi. Bizga birinchi marta kelishi. Hasanboy aka, qanaqa bo'ldi? Necha kundan beri yo'tal, nimalar bo'lasiz? 10 kundan beri yo'tal bo'lyapti. Ha. Nafas qisish. Nafas qisyapti. Kechasi ko'proq qisyapti. Tomog'ingizda, chuqur nafas olmashimda og'ir bo'lyapti. g'ijillash, G'ijillasham bo'lyapti. cheyillash. Bizgacha ikkita lechena oldingiz, ikkita doktordan. Foyda qildimi? Foyda qilib yana bir qaytaraman. Qisman yana foyda qilib, yana ado bo'ldi. Bemor lechena olgan, shifokor ko'rgan holatlar. Keyin biz tekshiruv qildik. Tekshiruv qilishdim, qilmadimi? Analiz qilmadim. Biz sabab aytishimizga birinchi o'rinda analiz qilamiz. Ezinofillar ko'rib turganingizda 26 chiqyapti. Normada 5 bo'lish kerak. Bemorda hozir qo'shimcha tekshiruvlar qildik. Ya'ni nafas yo'llarini tekshirib, auskultatsiyada xushtaksimon tovushlar eshitildi. Keyin piflometr orqali tekshiruv qildik. Tekshiruv qilganimizda normasini 25% ni fudayapti. Shuning uchun endi hozir bronxial astmaga lechena qilinadi. Hozir bitta dori yozib ko'ramiz, qaytadan yana tekshiruv qilamiz. Oradan shu 5 minut o'tdi va bemorga bir dona dori yozib berdik hozir. Ya'ni qayta kontrol qilish uchun, tekshirish uchun Respuforb yozdik dori. Aynan bu bronxial astmada ishlatiladigan ba'zi lechenaga qilinadigan dori. Hozir 5 minut bo'ldi. Bemorning o'zining holatini ko'ramiz. Holatingiz qanaqa bo'ldi? Yaxshi. Nima bo'ldi? Doridan keyin yengilladimi? Qanaqa yengilladingiz? Nafasimni bemalol nafas Olyapsiz. Ha. Ochildi. Hech shunaqa bo'lmadingizmi bitta dori bilan? Yo'q. Bo'lmadingiz. Hozir dori bitta to'g'ri tushdi. Ya'ni bronxial astmaga ba'zi lechena qildik. Shuning uchun sizda ham shunaqa holat bo'lsa, boshqa mutaxassisga bormasdan kelsangiz biz to'g'ri lechena qilib beramiz.